شفاء لروحي وحبل المتين ورحمة قلبي وحصن الحصين. شفاء لروحي وحبل المتين ورحمة قلبي وحصن الحصين. وأمن حياتي وخير الدليل إذا تهت يوما مع الحائرين. فقرآننا هدينا والحبور وبشر يسلي الفؤاد الحزين. وفي الليل عند احتلاك الظلام سيبزغ منه الضياء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. Hürmetli qarindoshlar, biz Sura Baqara'ningki 18-oyatiga keldik. Oldingi qatimliq darsimizda 17-darsni oxirlashgandik. Ya'ni Sura Baqara'ning 5-dan boshlab bu yoqqa keldik. Sura Baqara'ning 5-i Allah subhanahu va taala insonlarga tahaddi shaklida, jangilan qilgan shaklda alif lam mim zalikal kitab la rayba fi hudal muttaqin deb Qur'oni Karimninki mislsiz o'qishi yo'q, hidoyat babida eng mukammal kitob ekanligini o'tirib qo'ygan. Qur'oni Karimning bu xil hidoyatiga noil bo'lgan haqiqiy mu'minlarning sifatlarini, ya'ni 5 xil sifatni bizga bayon qilib, undan keyin kofirga o'tgan to'q. Kofirning xarakteridan keyin biz munofiq ekan. Munofiq haqidagi mazmunlar ta davom qilyotdi. Bugungi darsimizmi shu munofiqning sifatlaridan bir sifat. Biz ilgirki darslarimizda munofiqlar haqidagi sifatlarga bir misol keltirib, masaluhum kamathalillazi istawqada nara falamma adaa'at ma hawlahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi zulumatin la yubsirun deb munofiqlar haqidagi masalani bayon qilib ketayotgan. Bugungi darsda yana shular haqida to'xtalamiz. Bularningki bugun bayon qilmoqchi bo'lgan sifatimiz, ya'ni 18-oyat summun bukmun amyun fahum la yarji'un. Allah subhanahu va taala ilgirki oyatlarda bizga munofiqlarning o'ziga zulm qilib, iymon nurini ularning qalbidan ekitib, zulm qilganlik sababidan Allah bularning qalbidan iymon nurini ep ketib, bularning Allohning oyatlarini ko'rmaydigan holatga tushib qolganligini xabar berdi ilgirki oyatlarda. Mushu xabardan keyin Alloh subhanahu va taolo bizning diqqatimizni Allohning bulardan akatgani faqat ko'z emasligi, bularning butun his, tuyg'u, idrokat a'zolarining hammasining koddan chiqqanligini bizga bildirib qo'yish uchun bizning diqqatimizni shu nuqtalarga chekyotdi. Masalan, bularning quloqi desa koddan chiqqan. Bular summun. Bularning so'zlash til koddan chiqqan. Bular bukmun, ya'ni gacha bular. Ko'z bularning koddan chiqqan. Bular qarg'u. Amaliyat yuqorida tilg'agan anglash, so'zlash, ko'rishdan iborat yuqorqi 3 insondagi idrokat vositalari. Bular yo'qoldi, inson hech qanday bir sirtdan ma'rifatni qabul qilolmaydi, ushur qabul qilolmaydi. Bularning holati o'zgarmaydi demak bo'ladi. İnson aslida hech nima bilmaydi aslida. İnsonning butun ma'lumoti xuddi bir yangi uskundan birini elib, buni sistema qachilgandan keyin bu uskuni bizga qachilagan sistemaga yarasha ishlagandek, aslida inson onasidan tug'ilganda hech nima bilmaydi. Inson oppoq tug'iladi. O insonni kelgusida olim, injener, professor qiladiganimi insondagi shu idrokat vositalari. Ko'z, quloq, til.
İnsan şunundan üzüge ma'lumot toplaydı, ushur toplaydı, idrokat şekillenadi, tefekkür şekillenadi. Eğer bu azalı insanın kadın çıktı demek, bu insan kalkamaydigan bir narsaga aylandı demek. Qur'oni Karimda Allah insanın bu xil xarakterini tilg'alib, Sura Nahl'ninki 78 oyatida Vallahu akhrajakum min butun ummahatikum la ta'lamuna shay'an. İnsanın başka mahlukatlara o'xshamaydigan tarafı bu. Allah sizlarni ananglarning quchoqlaridan hech nima bilmaydigan holatinglarda chiqardi deydi. Ama başka hayvonlar unda emas. Toshbaqalar dengizning yoqasiga tuxumni tug'ib qo'yib yenib kelsa, tuxumdan chiqqan kichik toshbaqa tuxumdan chiqib o'zining nima ish qilishini biladi. Qushlar qish vaqtida janubga qarab tuxumni tug'ib qo'yib yenib kelsa, keynidan uning chujilari yo'g'inab, cho'ngib shimolga qaytib uchib keladi. Kichik hayvonlarmi shu, bilijallarmi, dunyodagi butun hayvonlarmi shu, o'zining vazifasi programlangan holda dunyoga kelsa, ammo inson qana dunyoga keladi, la ta'lamuna shay'an. Hech nima bilmagan asosda dunyoga keladi. Va ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'ida. Alloh sizlarga quloq, ko'z va yurak tushunadigan ong markazi bo'lgan qalbni yaratdi sizlarga. La'allakum tashkurun. Sizlar buning orqali shukr qilishinglar kerak edi. Buningdan Allohning ko'zligini sizlarning shukringlar edi. Bu oyatga binoan insondagi idrokat vositasi shu 3. Endi munofiqlarning dal shu 3 idrokat vositasi qadin chiqqan. Bular summun, bularning quloqlaridan chiqqan, bukmun, bularning tilkaridan chiqqan, umyun, bularning ko'z qadin chiqqan. Demak bular zulmatning ichida qilib hech narsani ko'rolmadi degan gap. Bundan boshqa oldingi oyatda bu zulmatning ichida qolib qoldi. Fahum fi zulumat la yubsirun degan emasmi? Fi zulumat la yubsirun. Bular qorong'ulikning ichida hech narsani ko'rolmadidan boshqa bularning butun idrokat vositalari hamkordan chiqqan. Bularning quloqlari gaslashgan. Haq yo'llarni anglamaydi. Tillari qalblaridagi haqiqiy gapni sirtqa chiqarishdan kadin chiqqan bular. Diyolmaydi bularning tillari haq gapni. Bularning ko'zlari koinotdagi dunyodagi Allohning pokitlarini ko'rmaydi. Demak, bularning idrokat aloqalari, masalan Allohning hidoyatiga qarata, Allohning hidoyatini tunuydigan bulardagi idrokat aloqalar, idrokat vositalarining hammasi to'liq kadin chiqqan bularning qishida. Bular bu xil xarakterdagi insonlar bular. Fahum la yarji'un. Mao ikkinchi ta'kid. Bular mush idrokatlar kadin chiqqandan boshqa ikkinchi qatim asli oldiga qaytamaydi-ki, bu idrokat aloqalari, bu idrokat vositalari bularda asli kelmaydi. Ya'ni bularga bu vositalar Allohning dunyodagi nurini bilish uchun qaytib kelmaydi, asliga kelmaydi. Bularning yo'li shu, keyingi dönüş yo'li yo'q bularningki. Ya'ni bularning zari idrokati bundan keyin bo'lmaydi, bular asliga kelinmaydi. Şoňaşqa ularning iymon yo'liga qaytishni asla tama tutmanglar. Chunki bularning qalbidagi aqidasi buzilib ketib bo'lgan. Bular nimaninki ziyon, nimaninki keyingi foyda ekanligini arayanmaydi bular. Hidoyatning nuri bularga Allohga mangadigan yo'lni bularga ko'rsatib beradi hidoyatning yo'li. Bular bu orqali pokit ostida mengib teyilmaydi. Lekin bular o nuru kelgan vaqtda rad qildi, yuz o'rdi. Demak, bularni Allohning yo'liga boshladigan narsalarning hammasini yuz o'rganda bular hamma narsani ajratib ketdi. Biz azalda aytayotgan bir narsa bor. Butun insonga navbatga oldi mu'min bo'lsin yoki munofiq yoki mushrik kofir bo'lsin, avvalan bir hidoyat to'g'rilini oldiga. Uning bir tanlash fursati bo'ladi uningki. O şu tanlash fursatida ya tanlayalaydı ya tanlayamaydı. Ya ki o yolunu tanlaydı ya bu yolunu tanlaydı. O yolunu tanlasa hudellil muttaqin bulab Kur'an onun yardım berdi. Onun yollarını açdı. Bunun yolları texmi kolaylıqlaşdı. Şu nişanıga qarata. Eğer bu aksi yolunu tanlagan vaqtida bu a yollarga qarata butunlay summun, bukmun, umyun buludu. Körenmeydi, qaytish yo'li yo'q. Bununla kolaylıqlaşıdığını, bununla eçildiğini, özü tanlagan şu yol oldu, şu yolun vasıtaları oldu. Bu ehval bu şu. Yani bunlar özüge toğrulanan hidayetin toğru yoldan yüz ördü mü? Buldu bulanın bütün işi şu vaxtla belgilenip buldu. Xuddi açal yolda
hata yol tanlap qalğan adamның yeniş yolu yo'qdigidek. Masalan, bugungi vaqtlarda mashinalarda, tez sur'atli yo'llarda bir tanlash yo'lda hata tanlap qaldikmi, ketib qolamiz, yanolmaymiz kendimizga. Necha 10 kilometr balkim undan uzoq musofagacha ketib yanolmaymiz. Mushunga o'xshaydi bu ish. Yeniş yo'q bularninki. Munofiqlarga besvetilgan tamg'inimi? Fahum la yarji'un. Bularning yeniş yolu yo'q. Şu insan dastlabda o'zining seçimini, tanlashini to'g'ri tanlashi kerak, yo'lni to'g'ri tanlashi kerak. Allah subhanahu wa ta'ala müşayette münafıklarının sıfatlarının bir sıfatını bizge berdi. O olsumu Allah ulağı yaratıp bergen idrakat vasıtları uları kadın çıkan. İşlemeydi o. Şun aşka bularını doğru yolga başlayttım dep çıng turuş. Ulağa tırışallık köstüş oy bulu bir ima etip qaysı. Bu leyye diye bir netice. Hiç qanday bir netice vermeydi. Paydası yok. Çünkü ularının münafık olan sebepten zulüm qılğanlıq sebepten Allah subhanahu wa ta'ala to'g'ri yo'lga qaytish mumkinchiligi bo'lgan hidoyat vositalarini kadın chiqarib etgan bularda. Çünkü bular munofiq. Kafir emas. Kafirning iymon etish ehtimoli bor, ammo munofiqning yenish ehtimoli yo'q. Çünkü bular kafirga o'xshamaydigan tarafi. Kafir to'g'ri qanoat qilib kafirlar. Yoki yana bir masalan mol dunyo, huquq va boshqa sabab tufaylidan kafirlar, ammo ma'ular imanını düşünüdü, küfürünü düşünüdü, yasap kafir olmadı, yasap mümin olmadı, ikisini oturda yürüdü bular. Bularning qalbi aşta bir izdirobatga, ziddiyatga tushib ketgan, bular asosan haqiqatni tunimaydi. Bu munofiqlar haqidagi yana bir sifat. Yana keldik munofiqlar haqida so'z davom qilyapti. Allah subhanahu va taolo shu suramizningki 19-oyatining davomlashyapmiz bu darsimizni. Davatu diyeni bunlardan sıfatını bayan qilib, bularning ahvoli manda. Ev kasqaybin minas samaa fihi zulumatu wa ra'du wa barqun yaj'aluna asabi'ahum fi adanihim minas sawaqi hadara al-maut wallahu muhitun bil kafirin. Bu yana bir misal. Allah subhanahu wa ta'ala aldınqa ayette iman yolunu, hidayet yolunu otqa o'xshatib turib bir misal olgan bo'lsa, bu ayette Allah imanını yağmurga o'xshatib turib misal elyapti. Munofiqlar del munofiqlar meselesi yağmurga tutgan muomalaga o'xshaydi. Biz darsga kirishdan ilgari qisqa tushuntirib bersak, yağmur degan insoniyat uchun bir rahmat. İnsoniyatning rizqi, mayli o'zining rizqi, mol-varalarining rizqi olsun, yağmurdan bu. Buni hech kim inkor qilmaydi bu nuqtani. Ammo yağmurning dastlab kelgan vaqtida insonni qo'rqitadigan bir taraflar bo'ladi. Chaqmoqlar bo'ladi, g'ildirmalar bo'ladi, qor bulutlar bo'ladi, shamol bo'ladi masalan. Biz bununla sabr qilib yoki bundan chidab o'tishimiz kerak. Chunki aşı g'ildirma, aşı chaqmoq, aşı shamolning keynida tushadigan yağmur bizning hayotligimiz. İman dal shunga o'xshaydi munofiqlarga nisbatan. İmanning uni qil, buni qilma degan ba'zi bir taklifatlari, imanning insonning talab qiladigan ba'zi bir buyurilma, cheklama ishlari yoki inson iman etganlik sababidan mahrum qilish ko'zga ko'rinib qolgan ba'zi bir shahvat, o'zining dunyoda olayotgan manfaatlari imanning dastlabki chaqmoq, yağmurning dastlabki chaqmoq g'ildirmalarga o'xshaydi. Munofiqlar buni bilan sarosimaga tushadi. Xuddi oyatda deyilgandek, osmondan tushadigan bir bulutga o'xshaydi. Buningda zulmat, qorong'ulik, g'ildirma, andakin chaqmoqlar va bular qo'rqib o'zlarining barmoqlarini chaqmoqlardan qo'rqib, o'lib ketishidan qo'rqib, quloqlariga tiqib oladi. Alloh bularni qo'rshab turdi. Bütün ishlarini biladi deydi bu oyatda. Ya'ni bular iymonga ashta muomala tutadi. Shunda yağmur degan asli chaqmoqlik keladi, yağmurlik, shamollik keladi, g'ildirmalar keladi. Uytib ketadi bu. Undan keyin undan bizga beradigan mol bir ne'mati va yağmurninki iymon dal shunga o'xshaydi munofiqlarga nisbatan. Munofiqlar uning dastlabki chaqmoqidan, shamolidan, g'ildirmamizdan qo'rqiblar. O'zining ayrilib qilish ko'z oldiga ko'rinib qolgan manfaatlardan qo'rqib, huquq manfaatlaridan qo'rqib, mansablardan qo'rqib, mol dunyolardan olib ketishdan qo'rqib, bularning hammasi chaqmoqdek tuyulib, uni qil, buni qilma degan buyruqlar bularga chaqmoq g'ildirmadek tuyulib, darhallam quloqlarini quloqlariga tiqib oladi degani iymonning qolgan taraflaridan tushungil unmaydi bular. Qochidi bular. Shuning bilan bularning ishi iymon babida tugaydi. Bular imondan hech narsaga erishmaydi. Chunki asli tushunsa,
bu kelgan narsalar yaxshilikning bishorati, yaxshilikning muqaddimasi o, xuddi yomg'irga o'xshash. Alloh mushuni misol qilib turib, oyatda munofiqlarning ahvolini bizga bayon qilyapti. Endi Alloh subhanahu va taolaning avkasayib minas sama tikasayib degani yomg'ir demakchi bu yerda. Alloh subhanahu va taolo bizga suvni tushirib, shu suv bilan bizning hayotimiz davom qiladi. Çünkü Kur'an-ı Kerim'dekilik ameliyatmış şu وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. Dünyadaki her kandak canlı kılıdıken bu sudun yaşaydı. Su ile canlı devam kılıdı. Enakki biz bölümümüz yağmur düşürüş, yağmurun asmandan düşürüş. Allah subhanahu ve ta'ala'nın ki bir kudretinin ifadesi. Bunda dişimiz çünkü yağmur düşürüş hizmetinde bir inçki hesap bilen yaratılgan bir yaratılış var. Bunun da yana hesap bilen her günü tamamlanadigan bir hizmet var bu yerde. Allah'tan başkasının kudreti yetmeydigan bir amillar var bu yağmur meselesinde. Yağmur meselesi zeminini yaratgan vaqtlam hazırlangan bir mesele o. Qanaqdır kin la zemin ahvalı qarab baqib, ma zeminga su ketadigan yağmur yağıyor. Ya onda emas, zemin yaratılgan dastlabki vaqtla yağmur urlashtirilgan mesele. Mesela bunun deliliniz ne dese zeminning 4'den 3'e sudun. 4'ten 1'i quruqluq. Nimişqa? Çünkü Allah subhanahu ve ta'ala'nın muşu mahluqdaki hikmetinin birisi parga aylanish hizmeti qulay olsun, mümkün olsun deganlik uchun mana yaratgan. Zeminning 4'den 3'e, yani 70%'i su. 30%ga yaqin kölümü quruqluq. Nimişqa? Bu yerda bir parga aylanish xizmati bo'lishi kerak, qulay bo'lishi kerak, bu mumkin bo'lishi kerak. Shuningdek, yağmur yig'ish xizmati normal tamomlanadi. Buni Alloh shu zemin yaratgan vaqtla o'rinlashtirib qo'ygan yağmur yig'ish masalasini. Buna deshimiz chunki suning yuzi qanchalik kengaysa, parga aylanish shuncha qulaylashadi. Suning yuzi talassa, parga aylanish qiyinlashadi. Masalan, bir misol olsak, bir su toshqizilgan istakandan birini ekilib, bir öyde, taqaq öydün birida qo'yib qo'ysak, masalan, bir kun to'liq qo'yib qo'ysak, undan keyin qarasak, biz suning hajmininki necha santimetr yoki undan az kamliganligini, balki jiq kamliganligini ko'ramiz. Chunki stakanning su yuzi intayin kichik. Endi biz u suvni elib, stakandagi qochdagi suvni elib, yagani sepib o'tili, shu uyning pastga sepib o'tsak, mesela asti öylarning chaqchuqi su singmaydi bilamiz. Ammo su yeyiladi, yuzi kengiydi. Biz qisqa muddatla bu suvning yo'qolib ketganligini ko'ramiz. Nimishqa bu oddiy bir misol, o'zimiz tushunaydigan, bizlarga normal hozirgi saviyamiz bu tushunaydigan bir misol. Chunki suvning yuzi kengro'ldi, kenglashdi. Parga aylanish xizmati tezlikda tugaydi. Bu meseleler adli mesele, yani bu tushunishlik hozirgi amallarga tushunishlik mesele. Yani suvning yuzi qanchalik kengro'lib qolsa, kengaysa, parga aylanish xizmati shuncha qulayliqlashadi, qancha tavsa shuncha tashlashadi, aslashadi. Shu yüzden Allah yağmur yağdırışını qulay bo'lsin uchun zemindagi su yuzini intayin keng yaratgan. Yani zeminning 70% su yüzü bo'lib yaratilgan. Allah subhanahu va taolo zeminni yaratgan vaqtida shu yaratishning o'ziga ham yağmur hikmetini qo'yganda, yani suning yuzi kengri bo'lib, nimishqa bu yerda parga aylanish xizmati qulay bo'lsin uchun. Andan keyin quyoshning nurini suning yuzidan parga aylantirish xizmatini qiladigan bir holatga olib kelgan. Bularning hammasi Allohning intayin inchkisi bilan bo'lgan, tasodifan ish emas. Qanday desanglar, agar shunda ortiq bo'lib qolsa, masala qanday bo'ladi? Zeminni suv bosadi, g'arq qiladi zeminni suvga. Bu yağmur yağış hizmeti. Agar az bo'lib qolsa, qurg'oqchilik qilib, insoniyatning nasli tugaydi. Demak, bu yerdagi hisob, bu yerdagi o'lcham intayin inchkinishqa yağmurlar suvni g'arq qilmasin, yoki zeminda qurg'oqchilik yuz bermasin uchun intayin o'lcham bilan o'rnatilgan bir sistem. Aniga Alloh subhanahu va taolo bundan boshqa shamolni, shu hisob, shu bulutni Allah yağmur tushirmoqchi bo'lgan o'rinlarga opirish uchun shamarni o'rinlashtirgan. Bulutlarni shamollar haydaydi, palani shahriga mo'yaqdirmoqchi, u yerga boradi, Pukuniyaga mo'yaqdirmoqchi bo'lsa, u yerga boradi. Buning hammasi inchiklar o'rinlashtirilgan. Undan boshqa
muzdaq çoqulur va. Bularni urlashtirgan Alloh zimində. Nuşqa bulutlar soqulub yerga bir yağmur tushsin degandek bir hodisalar. Demak, bularning hammasi bu ziminning yaratilishidagi inchiklik bilan qilingan hisob, yağmurning har bosqichidagi inchik hisob. Buni izlab oxirga mangsang, Allohning qudratining ne qadar buyukligini bu yerda his qila olaysan. Endi gapning o'ziga kelaylik, oyatda munofiqlarga keltirilgan misolda oldingi oyatda o't bilan keltirilgan bo'lsa, o't yoqqan kishilar. Bu yerda suv bilan, yomg'ir bilan keltiryapti. Suv zimindagi hayotlik suv bilan davom qilgan ekan. Bu bir suv bizning hayot asosimiz bo'lgancha Alloh bizga suv bilan misol keltirdi. Xuddi oldingi oyatda o't va o'tning yuruq bilan misol keltirgandek, amaliyotda mayli ilgirki oyatdagi o't olsun yoki bu oyatdagi suv olsun, hammasi moddiy misollar bizning aqlimizga, bizning g'ayib bo'lgan munofiqlarning ichki dunyosini yaqinlashtirish uchun. Bizga suv hayotlikning birida emasmi chunki. Endi men munofiqlar bu yaxshilikni qarayolmadi, buningga diqqatini olmadi bular, diqqat qilmadi buni. Bularga osmondan tushadigan, mashaqqatsiz, bular jafo tortmay tushadigan bir suv bor. Bular ikkinchi bir narsaga qaradi. Munofiqlarning mijozi shu. Narsalarning xarakteriga, mohiyatiga, asliga qaramay, uningdagi ikkilamchi bir narsaga qaraydi munofiqlar. Aslında bular buningga xushal bo'lib, buni qizg'in qarshi olish kerakdi. Chunki bu yomg'ir, bu g'ildirmalarning hammasi bularga berilgan yaxshilikning muqaddimalari aslida. Bu iymon masalasi aynı shaklda misol keltiriladi-da, diqqat. Yomg'ir osmondan tushishdan ilgari yomg'ir akiladigan bulutlarda asra qorong'ulik bir narsa bo'lishi kerak. Quyoshlarning nuri tusuludi masalan, agar kunduz bo'lib qolsa, kecha bo'lib qolsa, ayning yulduzning nuri yushurinadi masalan, yo'qolib ketadi. Ammo bu bir xil zulmat aslida yaxshilikning va bizga yog'adigan yomg'ir suvning muqaddimasi edi. Lekin munofiqlar Alloh subhanahu va taolo zaminni to'shqizdigan bu yaxshilikqa qarayolmadi. Bular zulmatga qaradi. Ya shuni bilan zulmatni ko'riblar, keyindikini o'ylashmaylar, qaçtı bular. Yaxshilikdan qaçtı. Undan boshqa bu zulmatdan boshqa shu yomg'irlar bilan keladigan qorong'ulikdan boshqa guldirmama ovozi, chaqmoqning nuri masalan. Bularning hammasi insonga shu guldirmama desak, inson buni quloq bilan topshirib oladi buni, quloq anglashvasiz bilimiz. Chaqmoqni ko'z qabul qiladi. Endi kuchli guldirmama ovozi bu quloqning, bulning quloqining energiyasini kuchliroq. Yani insan anlağa vakti bir aram buldu. Karas kurus göldür kığa vakti sen bir aram buldu. Ve onu anlaştın. Tusuş korunudu. Anlamayman da kulağı bir nesli söyleş korunudu. Yani parmaklarını kulağı söyleş arkalı. Bunların hepsi insanın normal kurulduğun ahval. Ama münafıklığı del muşu misal keltiriyor. Ama münafıklığı del muşu hil halette imanla karşılaydı. İmandan aldı da xuddi yağmurga o'xshash osmondan tushadigan ma'lum muqaddimalar bo'ldi. Bu muqaddimalar bularga zulmatdek tuyuldi, chaqmoqdek tuyuldi, g'ildirmamadek tuyuldi. Chunki bu imonning talablari bunga ashta tuyulib, bunning nurg'un narsadan ayrilib qoladigan bir xil his tuyg'uladi. Deymiz odatda bizni naydi tuyuqsizlik his qiladigan bir xabarni boshqalarga demoqchi bo'lsak, bu xabar menga chaqmoqdek tuyuldi. Shundaymi? Bunu anlap kallamdan nima chiqatdi, is chiqatdi masalan. Yoki buni anlap güldürmamı chaqqandek, hoshimni yo'qotdim deydigan bir gap bor. Iymonning talablari, iymonning yo'li bularga ana ashundoq tuyuladi bular. Shuning bilan bular buningdan qo'rqib, qo'llarini quloqlarining ichiga selib oladi deydi Qur'on. Misol ishlatgan bir ifoda bor savoqdoshlar. Qur'onning o'zida ishlatgan ifodada yaj'aluna asabi'ahum fi azanihim degan bir iborat bor. Arabchadagi asabi' degan barmoqni, butun barmoqni asabi' deymiz. Qur'on mushu iboratni ishlatadi bularga, mushu ifodani. Bular barmoqlarining hammini quloqlariga solib oladi deydi. Amaliyat odamning barmoqining hammasi insonning quloqining ichiga kirmaydi u. Kirdig'ini barmoqning uchi bir qismi, azroqlan 1 santa qismi. Amma Qur'on bularni butun barmoqlarini tiqoladi degani, bularning shunchalik qachdiganlik ifodasini mushkil shaklda ifodalayapti. Ya'ni munofiqlar bir barmoqining uchiini tiqmay, Alloh subhanahu va taolo degandek barmoqining butun tiqyapti. Alloh bu yerda anamilahum deb asli arabchada barmoqning uchini anmila anamil deb ifodalaydi. Butun barmoqni isba asabi' deb ifodalaydi. Lekin Qur'on asabi' deyapti. Bu nima desa, bularning chaqmoq g'ildirmama, zulmat qorong'ulikning bularga qilgan ta'sir doirasini mubolag'alashtirish.
Bular shunchalik ta'sir qiladi, bular shunchalik qo'rqudi bo'ladiganini ifodalash uchun shunga ma iboratni ishlatyapti. Güldürmamının bulağı bəgən təsir dairesini təsirləvatı Allah. Şunculuk qaçıdı bula. Yani bula özünün qoğuncusidən, qalğaltırgəllikdən bir aramlıq edin, ulanın hər biri bütün barmaqını quluğuna tıqqıvət gedək buludu. Yani özüne bu qoğunuşluq avazını saxlaşını. Xuddi bula güldürmamının qatlı qoğuatqandək bir xil mübalığa halət. Yani biz bir yerde ayetinin özügeni bir qarasaq, münafık doğru söylep getirip ibaret köpçük şekilde gelirdi. Yec'alûne esâbi'ahum fi âzânihim. Yani köpçük şekilde. Bunu Arapça bildik Allah biliyordu. Ula degen şekilde geliyordu. Ula degeni münafıkların umumu topuğa qaratılgan gap. Umum top degeni her bir adam şunda qiladi. Yani bir yerde biz söz bir şahs haqqida emas. Umum köp münafıklar topu haqqida bo'lyapti. Allah subhanahu wa esabi'ahum demesmi? Ulanın barmaqlarini de. Berdeki meselemiz, berdeki köpçülük meselesinde kevatkan bu buyruk, şu köpçülükten içindeki her bir şahs kimi manga da adı normalda. Mesela ustaz okuvçulara kalemlerini çıkaranlar dese bunun manası her okuvçu özünün kalemini çıkarsın diyenlik oldu. Bir köp cemaatinin reisi maşinalarga minanlar dese bunun manası her bir adam maşinalarga minsin diyen oldu. Berdeki o kasqaybin minas semai fihi zulumatun ve ra'du ve barq yec'alûne esâbi'ahum fi âzânihim degeni ulanın her biri, münafıkların her biri de bu mücazba demekçi. Her biri özünün barmaqlarını kulaqlarga tıqıdı degan bo'ladi. Bularning har biridagi mijozni ifodalaydi. Ular nima uchun shunday qiladi? Bular buni o'limdan qo'rqqanlik yusidan qiladi bular buni. Chunki bularning xiyolida, ya'ni güldürmama, chaqmoqqa ba'zi vaqtlarda odam o'ltirib qo'yadigan bir xil chaqmoq deymiz ya. Shu hamra olib keladi ba'zi vaqtda. Osmonda chaqqan güldürmama bo'ldi, ba'zi so'qadigan, chaqmoq so'qadigan ahvollar bo'ladi. Shunga bular qo'rqinchda cheketini oshqanlik tufaylidan ularning har biri shu chaqmoq buni so'qiydi, o'tirdi deb o'ylaydi-da. Endi shuni qo'llarini tiqib oladi. Buni lekin mohiyatni tushunmagachga, ya'ni iymon dal bir misol qilib keltirib qayta asl tiqib unutib qolmanglar. Bu keltirilayotgan misol hammasi iymon keltirilayotgan misol. Bularning xiyolida iymon ularni aşalatga tushirib qo'ydi. Bular iymon etsa, haqiqiy mu'min bo'lsa, bular o'ludi bular. Bular helakka o'zi talpinayotgan narsalarga erishmaydi. O'zlarining hozir huzurinayotgan manfaatlarini quruq qoladi. Demak, bular shunchalik qo'rqadi bu nuqtadan. Endi xuddi bular Alloh subhanahu va taolaning bergan ne'matning asli xarakterining g'ayr shaklda qabul qiladi bular. Bular haqiqiy ne'matni ko'maydi bular. Yomg'ir degan asli hayot davom omillarini bular akilatdi. Lekin bular zohirda, tashqi ko'rinishda chaqmoq ve güldürmamdaki taşlar görünüşünü ev aldı. Hakikatini almay, bu degan bir hayatlık asasımız bizden. Yağmur güldürmamla yakkan bilen, çakmakla yakkan bilen, yağmur yağmasa hayatlık davamlaşmaydı deme. Kendiki hakikat karakterini onu oylanmadı bula. Münafıklar delmiş şu. Münafıkların içindeki hiç kayısı, hiç birisi özünün hahiş, heves, şehvatlarını sevri kılanmaydı bula. Çünkü bula neh dünyanı isteydi. Allah ahiretdeki mümin bendilerge va'da qilgan haqiqiy yaxshilikqa qaramaydi bular. Munofiqlar taklifatlarga qaraydi, uni qil, buni qilma degandagi xuddi bu taklifat bularga bir yuk. Mashaqqat, masalan. Mashaqqat, ya'ni o'ziga, nafsiga bir qism mashaqqatlar yuklanib olgandek, otilib olgandek, jafod qilgandek bir qilib qaraydi bular. Ammo oxiratdagi shu buyurilmalarning mukofotning xarakteridan bular g'ofil qoladi. Biz ma'no qilsak qiyomat kuni manda mukofot buni o'ylamaydi bular. Va shu dunyodagi buyurilmalar, iymonning buyurilmalari bularga qiyomat kunisidagi mangulik ne'matni qanday hozirlaydiganligini bular bilmaydi bular. Tamoman xuddi inson yomg'ir degan shu qorong'ulik, güldürmama, chaqmoq deb o'ylab qilib bu yağmursiz özünün hayatının devam kıldıqanlığını unutib qalgandek, dünyadaki çaqmaq qarta münafıq imanının talep qılğan bazı taleplerini özünə nisbətən bir japa, mushaqqat,
onu qabul qilolmaydigan, uningga sabr qilolmaydigan holatlar qaraydi. Halbuki iymonning keynidan keladigan, iymonning orqasiga uyushtirilgan, uningga berilgan ne'matlar, noz ne'matlar va hozirlangan hozirliklarni asla o'ylashmaydi bular. Munofiqning xarakteri dal yomg'irga shunday qaragan odamning misoliga o'xshaydi. Yomg'irga shunday qaragandek inson munofiq islomga, iymonga shunday qaraydi. Endi bular mushu ko'rinishlar, ya'ni chaqmoq, o'chu-buchu ko'rinishlar yoki iymonning ash taklifatlari, mushaqqat degandek narsani hamma narsa deb o'ylab oladi bular. Amaliyat mohiyatda bu qisqa vaqtlik, keyin yo'qaydi bular. Bu bizning hayot dunyoga o'xshashlar, masalan, vaqtlik. Chaqmoq, guldirmami deganlar, xuddi bizning hayot dunyomizga o'xshash ko'rinadi, yo'qoladi. Munofiqlar o'ylayotgan bu hayot dunyo ko'rimiz ketadi. Yaşayımız, ölümüz. Qisqagina vaqtlik ish asli xuddi chaqmoqqa o'xshash, guldirmamga o'xshash. Lekin bularning bu narsalarga qarata qarashi shu vaqtlik moddiy. Chunki bular faqat dunyoga ishonadi. Oxiratdan g'afil insonlar bu. Uzun mazgil qilib qoladigan, osmondan tushadigan sudun g'afil. Ammo shu vaqtlik ko'rinishlarga diqqat qilgan bular, yomg'ir bilan birga keladigan chaqmoq, guldirmam degandek. Bular bilan mangulik qilib qoladigan oxiratdan g'afil. Ammo dunyodagi azroq tortadigan jafo mushaqqati, azroq buyurilmalar, bular azroq mahrum qiladigan huzur, halovatlarga ham qaraqliq bular. Shundan bu shu tufaylidan qo'rqqan bular. Bularning qo'rqishi bularni yomg'irdagi yaxshilikni his qilmaydigan darajaga kelib qo'ygan. Munofiqlarmi shu islomning yaxshiligini olishni istaydi, bu dinning maslahatiga ado qilmasdi. Dindagi ba'zi buyurilmalar bularni shunchalik moddiy shidagi yaxshilik, oqibatdagi bularga hozirlangan ne'matlarni ko'mas qilib o'tgan bularni. Ahvol dal shunga o'xshaydi. Bu misol shu tariqada keltirildi. Andika Alloh subhanahu va taolo bizni muhim bir masalaga qartyotdi. Bizning diqqatimizni chekyotdi. Bu bo'lsa-mu munofiqlarning dunyoning ne'matlarining yo'qolishidan bo'lgan qo'rqishi, dunyoning nufuzidan qo'rqishi bularga hech narsa qilib bermaydiganligini Alloh bizga diqqatimizni shu yerga tortyapti. Chunki oyatning oxirisida vallohu muhaytum bil kafirin. Munofiqlar har qancha qilsin. Munofiqlar har qancha qilsin. U guldirmamildan qo'rqsin, qassin, quloqlarini quloqlariga tiqib olsin, iymon taklifatlaridan qassin, dinning ta'limotlaridan qassin, har qancha qilsin, vallohu muhaytum bil kafirin. Muhit degan iboratni ishlatdi. Biz bayatni tarjima qilgan vaqtda Alloh kuffarlarni qo'rishab turdi dedik. Inchga kirsak, ihota arab tilidagi muhit degan ma'nosi bir narsani to'liq kontrol qilish degan bo'ladi. Ya'ni uning o narsaning oldida qutulish yo'li qolmagan shaklda. Masalan, bir narsani to'liq qo'rishab atrofni qachanmaydigan holatga kelib qo'ysam, muhit bo'laman. Muhit degani to'liq kontrol qilish degan ma'noda bo'ladi. Ya'ni Allohning qudrati kuffarlarni va kuffarlarning g'ayrini to'liq kontrol qiladilar. Mayli kuffar bo'lsin, mayli kuffardan g'ayri bo'lsin, Allohning qudratining sirtiga chiqmaydi. Demak, bularningki Allohning yo'li bo'lgan haqiqiy manfaatga qarayanmaganligi Allohning qudratidan dunyo oxirat olsin qutulish, qichish iqtidorini bo'lib bermaydi. Qachonmi? Haqqancha olsin bular qutlanmaydi bular. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاع لهم مشوا فيه وإذا أزلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. Çaqmoq bularning ko'zlarini ketaylamdab qoladi. Tas qoladi aketkili. Masalan, bular shunda yursa azroq mengib oladi. Shunda qorong'u bo'lsa turiblam qoladi. Alloh xolislikda bularning amaliy ma ko'z bilan ma qo'liqini olib ketgan bo'ladi. Alloh har narsaga qodir. Bu yana munofiqlar haqidagi so'zning davomi. Alloh subhanahu va taolo bizni shuningga qaratmoq istaydi-ki, ma chaqmoq vaqtliq, uning muddati vaqti intayin az. Mushu dal ularning diqqatini tortayotgan narsa shu. Munofiqlar mangulik narsaga qaramay chaqmoqqa qarayotdi. Agar ular iymon etgan bo'lsa, iymon nuri, islom nuri bularning yo'lini yuritgan bo'ladi. Bularning qalbi ochilgan bo'ladi, nurg'un narsalarni farqatgan bo'ladi. Lekin bularning qalblari kufr zulmatlardan tushib ketgan bo'lg'achqa bular nur yo'llarini ko'rolmaydi. Ham bu chaqmoq
ularning ko'zlarini ular xalamasdan, diqqat qilmasdan ivoladı. Bu yerdagi oyatda ishlatgan bir iborat bor. Yakadul barqu yahtafu absarahum khatafa da bir iborat bor. Khatafa demak nima desa, boshqalarning ruhsini almasdan. Bir narsa masalan men somkamni birini qo'yib o'tirgan bo'lsam, birisi kelib shaqqiray. Shunda diqqat qilgan va qilmagan oraliqimda mendan so'masin somkamni iplam ketgan bo'lsa, khatafa bo'ladi. Buni aniqi ilvoldi deb tarjima qilamiz. Tarjima qilgan vaqtda, ya'ni ruhsini almay turib akatsa, bu khatafa bo'ladi. Xatafa qilgan vaqtida boshqalar mening somkamni ashta shaklda ketgan vaqtda men uni alalg'udek holatim bo'lmaydi. Chunki men diqqat qilmaganlar yoki yana bir ishqi holatlar bor. Men diqqat qilmagan va qilgan holatimda shaqqida aplam ketib qoldi. Hozir ashta bir ahvollar bor, telefonni paranglashib ketib qolsa, qo'ldan telefonni aplam mototsikllarda qochadigan. Buning o'zi xatafa bo'ladi. Ya'ni ip ketgan odamni tuzdiganga kuchonmaydi vaqtida xatafa deganda. Arab tilida yana bir iborat bor, g'asaba deb. Bulang-talang degan bo'ladi Uyg'ur tilidagi. Bulang-talang degani egisini qartib turib va go'y deb lam evagan narsa. Egisi ojizligidan qarab turdi, hech qanday amal yo'q. Bu g'asaba bulang-talang bo'ladi. Mening kuchim yetadi yoki yetmaydi, men unga diqqat qilmagan va qilgan vaqtdan foydalanib shaqqida ap ketib qoldi, qo'g'lab yetammidim, alammidim, mau xatafa bo'ladi. Ko'z oldimda qartib qolib turib meni to'xta go'y deb qurol tanlab turib ketgan bo'lsa, ma g'asaba ikki gap. Ikkalisi bulang-talang qilish degan ma'no, lekin arab tilida mushni farq etadi. Chunki g'asaba degani bulangchilik degani sohibini, shayning sohibini bosib qolib o'tirib, uni qartib qolib turib bir narsani akitish bo'ladi. Unda o'z bu yerdagi ahaza arab tilida ahaza deb iborat bor. So'z bor, elivelish. Xatafa bayatdan qadar ko'ndidim buni. Ya'ni egisi xabarsiz qolgan fursatni foydalanib akitish bir narsani. G'asaba ko'z oldidan uni qartib qolib turib akitish. Buning o'tirdigan farq nima bo'lsa, ahaza elivelish degani bir shayni sahibidan so'raysa, sana birodi, izn so'raysa, izni birodi, bu elish bo'ladi. Masalan, ma suyungizni issam bo'lamdi, meni ishlatsam bo'lamdi, ishiltim, ma arab tilidagi ahaza oldi bo'ladi. Xatf degani egisining irodasiz, ama sizni to'solmaydigan bir holatda shaqqida olib ketgan bo'lsangiz, bu xatafa bo'ladi. G'asaba deganingiz bir shayni olasiz, sohibining irodasisiz, kuch ishlatib yoki boshqa bir yo'llar bilan sahibi sizning ma'nosini elilishingizni to'sishga ojiz kelib qarab turgan bo'lsa, bu g'asaba bo'ladi. Endi biz bir misol keltiraylik, shu masalalarni misol orqali hal qilamiz. Xudoning valillahil masalul a'la. Bir kichik boldim birisi taqliq turum do'koniga kirib, bir parcha taqliq turum aplamchi ketgan bo'lsa, do'konning egasi bu ep ketgan ma balaga kuchi yetmaydi. Qo'g'layolmay, yetenmaydi uning keynidan. Bu ya'ni shu bulangan do'konning egasining qudratining ustundagi bir ish. Ya'ni bu buni kutmagan asli. Buni bunda deb o'ylamagan, tuyuqsiz turib ham aketib qoldi. Lekin shu bulayotgan ishni to'sashga kuchi yetmaydi uningki. Cho'qim anasini aketgan bala do'konning egisini qartib qolib turib aketmoqchi bo'lsa, do'kon egisini ele qilib kuchli qo'suldi. Ya'ni bulangtalang bulangchilik qilg'uvchi, bulang'uvchidan kuchliroq bo'lish kerak. Ma'u g'asaba bo'ladi. Endi oyatda biz buni tushunib bo'lgandan keyin bu gap masala tugadi. Bu yuqoridagi gapni deyishga maqsadimiz shu xatafa degan bir iboratning ma'nosini oydinlashtirish. Yakadul barqu yahtafu absarahum degani ularning ko'zlarini ap ketishga tasla arallam qoladigan, azlam qoladigan. Ular tuyib to'ymay, bilib bilmay, mush arliqda degan o'qim endi bu. Munofiqlar o'zlarining ko'zlarining qandoq ketib qoladiganligini bilmaylam qoladi degani. Ya'ni biz bu yerda yakadu degan bir so'zga diqqat qilishimiz kerak arab tilida. Bu shu arabcha bildiganlarga munosabatlik. Yakad degani shu yiqilishida tasla qoladi degan ma'noda. Ya'ni chaqmoq ularning ko'zlarini evilishga tasla qoladi. Ko'zlari qarg'ib qilishga tasla qoladi. Ya'ni insonning vaqtida ma chaqmoqni ko'zni elivelishdan to'sishga iqtidor olmaydi. Munofiqlar shu darajada ojiz holatda demakchi. Allah subhanahu wa ta'alaninki "Walau sha'allohu la zahaba bi sam'ihim wa absarihim" degan so'zni mushoyatda o'qigan. "Walau sha'allohu la zahaba bi sam'ihim wa absarihim" degan so'zga kelsak, ya'ni
Allah xalqan bolsa ularningki quloq va ko'zlarini aktatdi degani bular dunyodagi Allah ularga bergan bir yo'qlikni mang'idi. Ko'zi bog'lining saq, yana bularga chaqmoq beradigan yo'qlikni mang'idi. Ama qalbida nur yo'q. Shuningga ularga zulmatlashgan, to'xtab qolgan qalbida nur yo'q. Ama ko'zi bor. Ko'zi dunyoda ko'radi, qalbida nur yo'qki, o'zi qalb jihatda, yo'l tanlash jihatda bu yo'lda mang'anmoqlik. Amaliy dunyoda mang'idi. وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ degeni onun ko'zi bor, amaliy ko'zi bor, lekin qalb ko'zi yo'q. Ama ba'zi mustashriqlar ma oyatning kapligida summun bukmun umyun degan oyatlarni zidlashtirib bizga ayblamoqchi bo'ladi. Oyada ular qarg'u, gaz so'zlamaydi emasmi? Meyada Allah xalqan bo'lsa quloqlarini, ko'zlarini elib oladigan quloq ko'zi bor degan bo'ladi. Oyada quloq ko'zi yo'q degan bo'ladi. Bu ikisi emasmi desa? Ya'ni bular qanday summun bukmun umyun buludu. Bularning qashidagi idrokat bütün vositalari, ma'rifat vositalari ishlamaydigan tursa, desa biz bu yerda deymizki, biz imoniy qarg'ulikdan so'zlayapmiz. Oyadagi ular qarg'u, gaz degani imoniy, qalbiy jihatdagi hukm. Andakin Allah subhanahu va taolo va law sha Allohu la zahaba bi sam'ihim wa absarihim dedi. Ulu summun bukmun umyun turib deb bu savol qo'yilsa, biz bununla deymizki, summun bukmun umyun degani bular gaz, gacha, qarg'u degani bu imoniy nuqtadagi gap. Allah'ın ayetlerini görenmeydi, imanın cezmiyetini görenmeydi, Kur'an'ın ayetlerini anlap düşünenmeydi, digen buludu. Bu yerdeki gaz, qarg'u, gacha degani maneviyat vasıtları, ularning maneviyat, idrakat vasıtları tugishaglik, kadın çıkıqlik. Lekin bularninki hissi, narsalarga nisbatan idrakat vasıtları normal ishlaydi. Ko'zi saq, qulqi saq. O o'z beti qiliqlik. Yani qiyomatga kelmaydigan munofiq ahiratda kutayotgan azobni his qilolmaydi, farq etolmaydi, ko'rolmaydi. Bu ikkisi ishga, buni zidlashtirishga faqat bo'lmaydi. Uni Alloh qarg'u qilyapti, ular qarg'u degani bizning normal Uyg'ur tilida bor bu gap, uni chin qilib ketishning hojati yo'q. Masalan, qarg'ularcha ish qilma deymiz. Qarg'ularcha ish qilma degani ko'zi ko'rdi odamninki, lekin qilayotgan ishi hech bir narsaga tayanmoqlik, ilm, ma'rifat yoki u qilayotgan ishi dudlachi bir ish endi. Buni biz qarg'ularcha deymiz odatda. Biz bir odamga gap qilsak, o'yinda gap tushunmaysa deb qo'yamiz odatda. Ba'zi odamning inkos boshqa ketgan vaqtda atrofida o'tgan hech qanday gap quloqqa kirmaydi. Quloq saq bo'lmasa, mana bu xil shakldagi ma'naviyat hukmidagi gaz, ma'naviyat hukmidagi gacha, ma'naviyat hukmidagi qarg'u ular. Ammo ularning amaliy tili, amaliy quloqi, amaliy ko'zi saq. Nimishqa saq qo'ydi Alloh? Qur'oni Karimda aytadiki, "Va law sha Allohu la zahaba bi sam'ihim wa absarihim." Alloh xalqan bo'lsa ularning ko'z quloqlarini akatgan bo'ladi, lekin saq qo'ydi. Ya'ni Alloh xalqan bo'lsa quloq ko'zini akatgan bo'ladi. Hissi narsalarga nisbatan ularni dunyoda qarg'a qilib o'tadi. Bu Alloh buni xolisi, bunga qodir, Alloh narsaga qodir. Lekin Alloh xolimida qo'yib qo'ydi. Nimishqa qiyomat kunisi munozara qilib, jidal qilib kelmaslik uchun. Ya'ni ular agar ko'z olgan bo'lsa Allohning pokitini kiratdik. Quluqimiz olgan bo'lsa Allohning oyatlarini tadabbur qilib anglaydik deb bundoq bir da'vo qilib olmaslik uchun dunyoda ko'z qo'ydi, quloq qo'ydi, ma'naviy ko'zi, ma'naviy quloqi, ma'naviy tili yo'q ularninki. Alloh ularni ko'z quloqlaridan qo'yib qo'ydi, bular qiyomat kunisi pokit bo'lsin uchun. Ularning ko'zi bor, lekin ular Allohningki oyatlaridan dunyodagi azroq naq foyda keladigan Allohning qanchalik g'azabini kelsin, Allohning qanchalik g'azabini yo'qsin, oddiy foydani keladigan narsalarga yuz o'rdi. Allohning oyatini o'qib, aning yuz o'rdi. Bularning quliqi bor. Buning bilan islomga qarshi qilinayotgan suiqasd planlaridan har şeyni anglaydi bular. İmanga zarb berish, undan boshqa har şeyni anglaydi bu quloq bilan. Ammo Allohning oyati tilovat qilsa anglamaydi. Bu bir xil quloq bor bularda. Bu haqda Allah subhanahu va taolo Surah Muhammadning 16-oyatida "Va minhum may yastami'u ilayk." Ularning ichidan sening gapingni anglaydiganlar va quloq soladi. Sening qashingdan chiqsa, ilm berilgan kishilarga "Maza qala anifan." Batim nima dedi deydi. Rasulullohning gapini anglaydi-yu, tushunmaydi. Boshqalardan so'raydi, "Nima deydi?" deb. Ulaikallazina taba'a Allahu ala qulubihim. Ana Allah ularning qalbiga picha silib atgan kishilar va ular
öz xohishiga ergashgan kishilar. Xohish egallab ketilganini da'vatidi. Demak, bularning normal xulqi bor, normal ko'zi bor, normal ko'radi, normal anglaydi, lekin dinga qarshi, Allohga qarshi ishlarni anglaydi, ko'radi. Dinga oid, Allohga oid ishlarni bular anglamaydi, tushunmaydi bular. Ya'ni bular anglaydi, tushunmaydi. Nur bularning qalbiga kiradi. Xuddi bular Allohning oyatlaridan anglamaydigan gastek. Alloh subhanahu va taolo bizga dal munofiqlarning misolini mandaq deb berib. Ya'ni bular hayotdagi haqiqiy qimmat qarashga qaramaydi, bular diqqat qilmaydi munofiqlar. Bular faqat hayot dunyoning zohiri, shakli qismini oladi. Bular naq foydani istaydi. Bularning qalb zulmatlari bularni iymon nurini ko'maydigan qilib qo'ygan. İman nurini kömeydigan qilib qo'ygan bularni. Bularni faqat hayron qoldirdig'ini dunyodagi nur, dunyoning bunda chaqindoqlari masalan. Halbuki o dunyoning ko'zga ko'ringan nuri, dunyoning noz ne'matlari yo'qoladigan vaqtlik narsalar. Shunga bularning ko'zlarini akitdi mush akitdi. Bularning ko'zlari shuni bilan ketib qoladi. Yakadu yaxtafa absaruhum. Mushu nur dunyoda ko'ringan nurlar bularning ko'zini akitib qoladi. Shunun qarab qoladi bular. Shu tarafga eg'ib ketadi bular. Chunki ularning qalbida nur yo'q. An bundan dunyodan ketsa, dunyo ash ketsa, shu dunyo degan muqim to'maydi emasmi? Bilimiz hayot yashab baqiliq biz. Boy muqim mangu boy to'maydi. Huquqlar mangu huquqlar to'maydi. Ashular birlik ketgan dunyo mangu to'maydi. Mush dunyoga ketgan vaqtida ambularni har tarafdan zulmat qurishadi. Nima uchun zulmat qurishadi? Chunki buning ko'zi dunyoni ko'radi. Ko'zi dunyodagi manfaatni ko'radi. Bu manfaat yo'qolgandan keyin butun dunyo bularga qorong'u bo'ladi. Chunki ular oxirat tushunmaydi. Bizning yana bir dunyomiz bor deb o'ylamaydi ular. U nuqtadan dunyoda tugashgani bularning. Dunyoning ne'matlaridan quruq qolgani, har şeydan ne'mat quruq qolgani bularning. Shu yusidan bular dunyoda tugashdimi, ne'matdan ajrab ketdimi? Tugashadi. Shu ayadaki yakadu yaxtaf absaram, dunyoning ne'matlari buning ko'zini olib ketadi deb qoladi. Shunda yo'qolsa, zulmatning ichida qoladi. Alloh subhanahu va taolo agar xolisa bularning osh dunyoni ko'radigan ko'zlarini, dunyoni anglaydigan quloqlarini aktatdi. Chunki bular bu ko'z quloqlarni bundan talab qilinayotgan iymoniy shaklda qo'llanmadi bular. Aslida bu idrokat vositalari bizga iymonimizni texmi ziyoda qilish kerak. Lekin odamlar bu vositalardan foydalanib faqat dunyoning manfaatlarini ham ko'radi. Shaytonning vositasini ham anglaydi bular. Bu quloqlardan, bu ko'zdan foydalanib. No'g'ani Allah akasin buldi aktar aytdi. Dunyodagi bu ko'zdan shu ne'matlarni ko'rmaydi u vaqtda. Dunyodagi ko'z anglamoqchi bo'lgan shu gapni anglayolmaydi. Lekin Alloh unda qilmadi. Bularning qachonki iymoniy vazifa, ko'z quloqning iymoniy vazifasi idrokat vositalarini to'xtab qolgan bularning qishlar. Xuddi bu vositalar bo'ldi yo'qdek. Bu vositalarni faqat dunyoga ishlatib o'tdi. Shunda o'smi Alloh qo'yib qo'ydi. Bularning ko'zlarini qo'yib qo'ydi, quloqlarini qo'yib qo'ydi, yuraklarini harakatlangan qo'yib qo'ydi. Qiyomatda hammasi bularga qarshi faqat bo'lsin uchun. Demak, munofiqlikning masalasi bu. Bir qisqacha xulosalasak, munofiqlar ko'zi dunyoni ham ko'radi. Dunyo buning ko'zga ko'rangani, buning yo'lining yurug'ini. Dunyoning buning ko'zga ko'rangani, buning yo'lining yurug'ini. Shunga kullama ada'alahum degani, bular shunda yursa, buning ko'zga dunyo ko'ransa, mashawfi. Nima bo'ladi? Mushu bizning hayotimizda. Va iza azlama alayhim, bulardan dunyo shunda yo'qolsa, atrof qorong'ulik bo'lsa, qolib qoladi. Chunki buning qalbi dunyo bilan bog'langan bo'lg'achqa, dunyo ochildi, dunyoning yo'llari ochildi, mang'udu, dunyo to'xtaydi. Chunki buning dunyodan sirt arzu qilgan narsasi yo'q. Dunyoning bu nurlari, dunyodagi manfaat narsalarning manfaatlari buning ko'zini aktalanib qolgan. Yakadu yaxtaf absarahum degani buning ko'zini aktay, buning ko'zi asosan shuni ko'radi. Dunyo ko'randi mang'udu, dunyo to'xtaydi. Agar Alloh xalqan bo'lsa, mushu ko'zlarini, mushu quloqlarini, mushu dunyoga tushgan, dunyoga bog'lanib qolgan ko'z quloqlarini akisitdi, lekin qo'yib qo'ydi Alloh. Alloh har narsaga qodirki, qiyomat kunida buning hisobini Alloh o'zi oladi. Shuning bilan munofiqlar haqida so'raydigan 13 alomat, munofiqning 13 sifati
Münafıqların sıfatları 13 sıfat deptimi, münafıqların sıfatı yuqarqı 13 ayette. Tügüde inşallah kila saatlik mazmununu tutup yeni mazmun başlayımız. Bugünkü münafıq hakkında söz edilen ayetlerin mazmunları inşallah ahırlaştı. Ve ahiru da'vana enelhamdülillahi rabbil alemin.